Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun. Comfort Tuning sahifasini YouTube'da kuzatadigan qadrli yurtdoshlarimizga yana bitta video tayyorlamoqdamiz. Bugungi videomizda Chang'an Nevo A07 modelidagi avtomobilimizga ko'rsatgan xizmatimiz haqida to'xtalamiz va u xizmatning foydasini ham, narx-navosini ham aytib o'tishga harakat qilamiz. Albatta siz azizlar yoqish tugmasini bosib, bizning sahifaga obuna bo'lib, bizning rizqimiz kengayishiga sabablarni qilib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. O'sha sizlarning yoqish tugmasini bosganinglar, izohda iliq fikrli bildirganinglar bizga juda katta foyda beradi. O'sha foydani olishlik uchun bu videolarni sizlarga tayyorlayapmiz. Bu avtomobil to'liq elektromobil hisoblanadi va hozirgi davrda elektromobil haydaydigan qadrli yurtdoshlarimizdan eng ko'p eshitadigan avtomobildagi muammolardan bittasi tez fursatda plastik detallarning ovozlari, g'ichir-g'ichirlar va ortiqcha tovushlar hamda yozda salon ichki qismi tez qizib ketishi va qishda esa tez sovib ketishi muammosiga duch kelyapmiz. Va avtomobil sanoatida shuni tushunish mumkinki, minimalizm juda katta narsa hisoblanadi. Chunki oldingi davrda ishlab chiqarilgan avtomobil kuzovlaridan hozirgi davrda ishlab chiqarilayotgan kuzovlarni metallarda ham farq bor. Misol uchun oddiy Cobalt'ni o'zbekistonlik ko'p yurtdoshlar konserva bankaga o'xshatishadi. Ya'ni metali juda yupqa deyshadi. Va oldingi davrda hozir 60 yoshga kirgan otaxonlarimizdan, amakilarimizdan so'rasanglar, oldingi davrdagi Jigulilar yoki bo'lmasam Mercedes 600 larning metallari yoki BMW qora bumerlarning metallari juda qattiq bo'lgan deyshadi. Turtilganda ham uncha-munchaga g'ijimlanib, buklanib qolmasdi deyshadi. Lekin hozirgi davrga kelib minimalizm millimetr jihatdan ham yupqalashtirilganligini hisobiga detallarda kamroq, ya'ni kamroq chiqim, ko'proq foyda bo'ladi, lekin komfortga urg'u berilgan. Chiroylilikka, dizayni zo'r bo'lishligiga hozirgi avtosanoat oldingiga nisbatan juda ham rivojlanib ketgan. Buni tan olamiz. Aytmoqchi bo'lganim, o'sha mashinaning saloni qizib ketishida ham mana shu narsalar rol o'ynaydi. Ya'ni hozirgi aksar avtomobillarning tom qismi deyarli to'liq oynadan ishlab chiqariladi. Panoramniy oyna hisoblanadi. Shuning uchun ham oynadan quyosh qatma-qat bo'lgan detallarga nisbatan tez o'tadi. Ya'ni salon tez qizib ketadi. Uning ustiga oldingi davrda ko'p o'rindiqlar lattali bo'lgan, matodan ishlab chiqarilgan, hozir esa charm, teridan ishlab chiqariladi va oynalardan o'tgan issiqlik salondagi teridan qaytib qo'yarsam bo'ladi. Video avotida nechinchi minut ketyapti? Jazakumulloh xayron. Charmmi issiqligidan ham salon tez qizib ketadi. Unga eng zo'r yechim shoma izolyatsiya xizmatidir. Gap bizni ko'proq foyda qilishligimizda emas, gap haydovchi yoki bo'lmasam salon ichidagi odamga qulaylik tug'dirishda. Qulaylik shundan iboratki, shoma izolyatsiya xizmatidan keyin o'zini maxsus qoplamalari, yopishtiriladigan narsalari yopishtirilib chiqariladi. Izolyatsiya, ya'ni shovqinni yutish, shovqinni bartaraf qilish, haroratni ushlab turishlik uchun mo'ljallangan hamma choralar ko'riladi. Qisman hozir anti-trekker bor. Shunda 1 minutga boramiz, qaytamiz. Hozir bu mashinani eslab qoldinglar. Barakasini bersin. Borgan sari ishimiz ko'payyapti, Xudoga shukr. Bunga eng asosiy sabab kuzatuvchilarning ham ko'payishidir. Namangandan kelgan 7 yil, 8 yildan beri assalomu alaykum. Avtomobil sohasida ishlaydigan Azamat ukamiz xizmatda. Oldindan chexol sohasida ishlaganlar va shoma izolyatsiya xizmatini namanganlik yurtdoshlarimizga ko'rsatib kelganlar. Hozir Comfort Tuningning bitta muhim a'zolaridan bittasi hisoblanadi. Hozir ko'rishingiz mumkin, Trekker 2 avtomobiliga mana shoma izolyatsiya jarayoni avtomobilni to'liq chochib va kerakli materiallarni chiroyli qilib yopishtirishlik holatini ko'rishingiz mumkin. Mana bu narsani usti zarli hisoblanadi, falga hisoblanadi. Bilasizlar, taom qiladigan akalarimiz ham aynan shu falgalardan taomni falgani o'raganda kuyib qolmasligi uchun ishlatiladi. Ya'ni haroratni yaxshi ushlaydigan narsa va orqasida saqich bo'ladi. Oddiy o'zbekchasiga aytganda qora saqich. Bu yopishadi va qaranglar.
zo'r tushuntiraman. Ovozni eshityapsizlar, temirga qanaqa chiqadi. Endi buni qaranglar. Ya'ni tovush sezilarli darajada yo'qolyapti. Qaranglar, umuman hech narsa yo'q material. Temirni o'zi bitta slov yopishtirilgan holat, ikkita slov yopishtirilgan holat. Hashi. Tom qismiga keladigan bo'lsa, o'zi odatda 2 qat qilamiz, 3 qavat qilamiz. Birinchi qavati metallga yopishtiriladi, ikkinchi qavati aynan vibraizolyatsiya materialining ustidan to'pli izolyatsiya, ya'ni issiq sovuqqa ushlaydigan narsa yopishtiriladi. Uchinchi qavati patolog detalini o'ziga yopishtiriladi. Tom qismini detalini o'ziga yopishtiriladi. Polga keladigan bo'lsa, o'zi odatda standart bo'yicha birinchi qavatiga izolyatsiya, ya'ni tovushni yo'qotishlik uchun, haroratni ushlashlik uchun falgali, saqishli narsa yopishtiriladi va ovozni mustahkam, yana haroratni mustahkam ushlashlik uchun undan keyin maxsus gubka, yumshoq narsalar yopishtiriladi. Bu narsalar qilinganidan keyin yozda issiq temir orqali salonga tez o'tib ketmaydi. Qishda bo'lsa sovuq tez o'tib ketmaydi. Eshik qismlari esa 4 qavat bo'ladi, ya'ni 4 xil material bilan qoplanadi. Birinchi qavatida xuddi shunaqa saqqichli narsa yopishtiriladi, izolyatsiya. Ikkinchi qavatida STP materialidan aksent degan material yopishtiriladi. Bu gubka, kley va ustida yana falgasi bo'ladi. Bu og'irlik jihatidan hamma joyga o'zini maxsus qoplamalari bor. Shuncha yildan beri ishlab kelib, qatga nima yopishtirilishligini aniq-tiniq bilamiz va avtomobillarni mana shunaqa darajada sochsak ham qaytadan xuddi anu Chang'an A07 avtomobili kabi yig'ib berishimiz mumkin. O'zbekistondagi, dunyodagi hamma mashinani, Mercedes bo'ladimi, hozirgi chiqqan mana Leapmotor C16 bo'ladimi, hammasini chochib qaytadan yig'ib bera olamiz. Yig'ganda ham o'sha zavod holatida qandoq sochgan bo'lsak, xuddi shunaqa yig'ib berishimizga ishonchimiz komil. Shumoizolyatsiya qilganingizdan keyin Xudo xohlasa, ishoninglar, agar zo'r joyda, yaxshi joyda, endi biza nomerading zo'rmiz deb o'zimizni maqtamoqchimiz, lekin O'zbekistonda yaxshi ustalarida shumoizolyatsiya qildirsanglar, qaytib chunki bo'lmagan mashinaga o'tirmayman deb orasizlar. Chunki shumoizolyatsiyani komforti shu darajada zo'rki, tashqaridagi ortiqcha tovushlar umuman kirmaydi. Issiq havo salonda tez qizib ketmaydi, qizdirmaydi va sovuq havo tez sovutib yormaydi salon qismini. Va yurganingizda ham jim yurasizlar. Mabodo Xudo ko'rsatmasin, baqir-chaqir qiladigan odam bilan sizlar yaqin bo'lsanglar, ovozni eshitish xohlamasanglar, shunday o'tirib eshikni bitta yopasizlar bo'ldi. Tashqarida bundoq lab qimirlaveradi, lekin ovoz eshitilmaydi. Ya'ni tovushni to'liq yo'qotadi, ortiqcha tovushlarni. Xullas, bu mashinani bitta ko'rishingiz mumkin. Tarpetka qismi to'liq zo'r sochib qaytadan yig'ilgan. Elektronika tizimida ko'pchilik hozirgi elektromobil, gibrid mashinalardan xavotir olishadi. Mashinani sochtirsam qaytib yig'ishida muammo bo'ladi. Qatlaridir ishlamay qoladi. Bu sensorli joyi ko'p-u, buni datchiklari ko'p-u degan xayol bo'ladi. Akalar, biza bilan u xayollarni, u stereotiplarni yo'qotishingiz mumkin. Bemalol kelsanglar, xuddi shu mashina kabi mashinalarni chochib, ideal qilib yig'ib beramiz. Hattoki o'rindiqlarni ham qanday yechgan bo'lsa, xuddi shunday taqib beramiz. Tom qismidagi, stoykadagi hamma joylariga detalma-detal diqqat bilan yondashib, Xudo xolasa ishinglarni ideal qilib bitirib beramiz. Chang'an A07 mashinamizni ham shumoizolyatsiyasi bitdi. Ana endi bu mashina yana ham komfortliroq bo'ldi, yana ham zo'r bo'ldi, yana ham sifatli mashinaga aylandi. O'zi sifatli edi, bundan ham sifatli bo'ldi. Xudo xohlasa endi mashinalarni o'tbitda zaryadini ekonom qilmoqchi bo'lsanglar ham, quvvati, zaryad bu quvvat, quvvatini ekonom qilmoqchi bo'lsanglar ham, o'tbitga issiq joyga konditsionerni yoqib borib to'xtadinglar. Kimnidir yarim soat, 1 soat kutishga majbursizlar. Qayerdadir o'tirmoqchisizlar mashinani ichida. Shu paytda mashinani bitta o'chirib qo'yasizlar. Eshikni ochmasanglar, oynani ochmasanglar, ichkaridagi salqinlik tashqariga chiqib ketmaydi. Tashqaridagi issiqlik ham ichkariga sezilarli darajada kirmaydi. Sovuqda bo'lsa, pechkani yoqib kelasizlar, kofeni olib, mazza qilib, salonda kofe ichib, monitorchada kerakli, yaxshi foydali narsalarni qo'yib o'tirsanglar, salon tez sovib ketmaydi. Qulayligini ko'ryapsizlarmi? Qancha? Faqat uning uchun bizni 3 kun, 4 kun davomida mashinalarda ishlashimiz kerak bo'ladi.
Bunaqa tipdagi mashinalar hozirgi elektromobil, gibrid mashinalarini o'zimizda ommalashmagan mashina bo'lsa, ko'p sochib yig'magan mashinalarimiz bo'lsa, misol uchun Cobalt'ni adashmasam 1000 martadan ko'p sochib yig'ganmiz. Bunaqa mashinani birinchi marta sochib yig'ishimizda ham hech qanaqa muammoga duch kelmadik va kelmaymiz, xudo xohlasa. 12 million so'm, ya'ni $1000 chiroyli qilib bitirib berishimiz mumkin premium sifatdagi mahsulotlardan. Agar ekonom sifatdagi arzonroq mahsulotlardan qildirmoqchi bo'lsanglar, unda ham natija bo'ladi. Bunda hozir buni 100% lik natijasi arzonroq mahsulotda 70% lik effekt bilan chiqadi. U arzonrog'i 9 million so'mga bitishi mumkin. 12 millionlik varianti bor, 9 millionlik varianti bor. Tanlov o'zingizlarda. Xudo xolasa, mashinanglarni sotib olib, almashtirib olguningizgacha xizmat qilib beradigan xizmat hisoblanadi bu narsa. Sifati zo'r bo'ladi. 3 yil kafolati bilan qilib beramiz. Chang'an A07 mashinasini haydaydigan qadrdonimiz endi mazza qilib yuradilar. Sizlar ham mazza qilmoqchi bo'lsanglar, bizning oldimizga kelishingiz mumkin va shu kabi ustalarga murojaat qilsanglar, ishinglarni zo'r qilib bitirib berishsa bo'ldi, muammo yo'q. E'tiboringiz uchun rahmat. Shuncha kuyinib, ichimdan, chin dildan gapirganim uchun ham yoqish tugmasini bosib, obuna bo'lib, YouTube'imizni ham rivojlantirib yuboringlar. Salomat bo'linglar.